Ibrohimjon, senga ba'zi so'zlar aytaman, keyin gaplar aytaman. Sen davom etirasan, savollarga javob beramiz. Oyingga keyin surpriz qilamiz. Xo'pmi? Boshladik. Narsalaringni olib maktabga bor. Yaxshi. Kattalarning gapiga Quloq sol. Sani yaxshi yashashing uchun Yaxshi bola bo'l. televizor ko'p ko'rsang, Ko'zing og'rib qoladi. dadang hammadan ham Kuchli. Muhammad Yusuf seni ursa, Tushuntirgan. oying sani hayotingda Eng zo'r oyi. Agar oying ertak qahramonlariga o'xshagan bo'lganda, qaysi ertak qahramoni bo'lishini istagan bo'larding? Malika Safiya. Agar oying fasllardan biri bo'lsa, qaysi biri bo'lishini istarding? Yoz. Yoz. Nima uchun yoz? Chunki yozda cho'milamiz. Ya'ni kanikul dam olish kuni senga Yana kanikul dam olishda basseynlarda cho'milamiz. Yaxshi. Oyingni eng ko'p aytadigan gapi? Ukangga qarab yur. Agar oying gullarga o'xshagan bo'lganda, qaysi gulga o'xshatgan bo'larding? Atirgul. Atirgul. Oying hayotingda sen uchun Eng yaxshi oyi. judayam zo'r. Молодец.